so'rama karmondan, manzili yo'q karvondan, bir umrlik armondan yuraging ezilmasin. Soxta sevgi yoqqanga, kulib boqqanga, ishvali qosh qoqqanga, xayoling buzilmasin. Omad kelsa kelguchi, qadrdondek bo'lguchi. Ha, onasi. Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Shu qizingizni oyoq kiyimi yirtilib qolgan ekan. Shunga ozgina pul jo'natsangiz, oyoq kiyim olib beray degandim. Hozir pul yo'q. Hadeb qo'ng'iroq qilib urmagin. Pul olishim bilan o'zim jo'nataman. Bo'la qoling, Mirolim aka. Xo'p. Shaytonning mast qilguchi, oshidan suzilmasin. Yesang taqdir toshidan, yana boshlab boshidan, nomardlarning qoshidan ko'z yoshing sezilmasin. To'lib toshib kelsa ham, aqlingni lol qilsa ham, ikki qo'ling sinsa ham, haromga cho'zilmasin. Eng so'ngida pushaymon, bilsang yomondan yomon, qalb devorga hech qachon surati chizilmasin. Yo'qlab kelar bir-birin, yashirmas ko'ngil sirin, oqibatning zanjirin hech qachon uzilmasin. Dadasi, yaxshimisiz? Onasi. Men seni qadring yetmadim. O'zga yurtlarda pul ishlab, o'zgalarga sarf qildim. Lekin sen meni shu ahvolimda ham tashlab qo'ymading. Uyga yetib kelishimga sababchi bo'lding. Meni kechir, onasi. Unaqa demang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Muhimi sog' salomat keldingiz. Dadajon. Voy, ana bolalaringiz keldi. Polvonim, ona qizim. Yaxshimisizlar? Qani uyga ketamizmi endi? Qani ketdik. Yur qizim, yordamlash. Ha, ketdik qani. Shoshmasdan.